Bugünkü dersimiz intayin muhim. Bugünkü günümüzde izleniyotgan yoshlar uchun, hayotning ma'nosini topolmayotgan kishilar uchun, tushkunlikka mubtalo bo'layotgan kishilar uchun, va shundaqla bu hayotda har xil musibatlarga uchrab, nima uchun mening beshimga bu musibat keldi deb qaqshayotgan kishilar uchun intayin muhim bir ders. Ey Uyg'ur musulmonlari, osonlik bo'lib qolsangmi, Allohga ishongan kishilar oz bo'lib qolsinmi, kishining hammasi shu dunyoning markaz qilib yashayotgan bo'lsinmi, sizlar oxiratni ko'zlab yashagan kishilarning sonlari oz bo'lsinmi, hargiz ikkilanmanglar degan ishorat orqali o'lgandan keyin ma'mun oxir. Boymi, gadaymi, olimmi, ziyolimi, oddiy fuqaromi hammasi barobar holat kiradi. Olgan rolimizdan yenib chiqamiz. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Hammaga hoş geldinglar. Biz bugun o'qiydigan oyatimiz bo'lsa, ya'ni bizga tushgan, biz Uyg'urlarga tushgan oyat bo'lsa nima desanglar, biz bugungi kunda biz Uyg'urlar yo'qotayotgan hayotning ma'nosi haqida xabar berdik. Bu hayotning ma'nosi nihoyat murakkab bir tema. Bu haqida, ya'ni hayotning ma'nosi haqida nurg'un kishilar izlangan, har xil kitoblar yozilgan, yuzlarcha maqolalar, hatto minglarcha maqolalar yozilgan. Nima uchun kishilar hayotning ma'nosini izlaydi? Nima uchun hayotning ma'nosi haqida dunyo xarakterlik bir xil izlanish bor. Chunki hayot agar uning ma'nosini topmasak, agar biz hayotni to'g'ri shaklda tushunmasak, intayin ma'nisiz va tetiqsiz ko'rinadi. Nimishqa? Masalan, qarab boqadigan bo'lsak, biz hayotga biz tug'ilamiz, 7 yoshgacha o'ynaymiz, 7 yoshdan keyin maktab hayotimiz boshlanadi. Ta 25 yoshgacha o'qiyman deb aldirash o'tamiz. 25 yosh kirgandan keyin taxminan xizmatga chiqamiz. Ondan keyin xizmatga chiqqandan keyin uy olaman, mashina olaman degan har xil ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Ondan keyin mashina olamiz, uy olamiz, arzu qilgan turmushga erishimiz va yoki erishamaymiz. Uningdan keyin men uy oldim, men pul topdim deb o'zaro faxr qilamiz. Oxirida hayotimizning oxiriga borgan vaqtimizda ba'zi kishilar va yoki ko'p sonli kishilar o'ylagan narsaga erishadi, pul topadi, nurg'ulg'an mollari bo'ladi, ballari bo'ladi. Uningdan keyin nima bo'ladi? O'lib qoladi. O'ylab baqinglar, tug'ildi, ota-onasi uni puylab, avaylab, cho'ng qildi, nurg'un badallarni to'lab o'qitdi, nurg'un badallarni to'lab xizmatga chiqadi. U kishi mush hayotni go'zal yashash uchun nurg'un badallarni to'lab tirishib ishladi, orzu qilgan narsaga erishdi, nurg'un pul topdi, nurg'un bolasi bo'ldi, oxirida nima bo'ldi? O'lib qoldi. Bu kinoning oxirisi baya. Qani kinoning oxirisi? Bu hayot mahil shaklda kessa, bir xil ma'nisiz emasmi? Haqiqatan ma'nisiz. Mana bu sababdan nurg'ulg'an kishilar hayotning ma'nosini izdagilik, har xil shaklda izdagilik. Afsuski, ko'pincha kishilar hayotning ma'nosini to'g'ri topolmag'lik va bu sababdan hayoti tushkunlik, xomushlik ichida o'tadi. Vaholanki Qur'on Karim hayotning ma'nosini deb bergan. Bu kinoning, ya'ni hayot kinosiningki davomini bizga ko'rsatib bergan. Bizning bugun o'qiydigan oyatimiz dal ana shu hayotning ma'nosini bizga aytib beradi. Bu sizlarga yuzlarcha kitob o'qigandan, minglarcha maqola o'qigandan bakrak eng to'g'ri bo'lgan hayotning ma'nosini deb beradi. Agar biz hayotga mana shu bugun o'qiydigan oyatimiz deb bergan bo'yicha qarg'a vaqtimizda, ondan keyin hayotning ma'nosini topa olamiz va shundaqla bu hayot uchun har qanday bir qiyinchilikqa to'g'ri muomala qila olamiz. Shundaqla hayotning mukofotlariga ko'ranglab ketmaymiz va shundaqla hayotni to'g'ri shaklda qimmatlantira olamiz va undan foydalana olamiz. Shuning uchun bugungi darsimiz intayin muhim. Bu bugungi kunimizda izlanayotgan yoshlar uchun, hayotning ma'nosini topolmayotgan kishilar uchun, tushkunlikka mubtalo bo'layotgan kishilar uchun va shundaqla bu hayotda har xil musibatlarga uchrab, nima uchun mening beshimga bu musibat keldi deb qaqshayotgan kishilar uchun intayin muhim bir dars. Bizning Uyg'ur jamiyatimiz qaraydigan bo'lsak, bu xil ahvol hukm suryotidi va shundaqla yoshlar ichida avj ilyotidi. Hayotning ma'nosini topolmaslik, hayotda bir g'ami bo'lmaslik, g'oyasi bo'lmaslik, bu sababdan tushkunlikka mubtalo bo'lish va shuning o'xshagan ahvollar intayin ko'p. Alloh subhanahu va taolo bizning bugun o'qiydigan oyatimizda bu savollarimizning hammasiga javob bergan. Unda bo'lsa biz oyatni o'qiylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu va lahu va zinatu va tafakhurun baynakum va takathurun fil amwali val avlad. Bilib qo'yinglar ey musulmonlar, bilib qo'yinglar ey Uyg'ur musulmonlari, hayotning ma'nosini topolmagan kishilar, bilib qo'yinglar, hayotu dunya o'yin deydi. İkincisi lahu, meşgulat deydi. Üçüncüsü zina, zinnet deydi. Dördüncüsü özara faxr qilish deydi. Beşincisi mal ve ballarni ko'paytirish deydi. Allah subhanahu wa ta'ala oyatninki qismi orqali hayotninki umumiy 5 qismi haqida bizga xabar berdi. Bilib qo'yinglar, hayot o'yin. Bu birinchi bosqichi. Ya'ni biz tug'ilib 0 yoshdan 7 yoshga qadar asosan qanaqa qilamiz? O'ynaymiz. 7 yoshdan 25 yoshga qadar taxminan nima qilamiz? Mashg'ul bo'lamiz. O'qiymiz deymiz, pul topamiz deymiz, ishlaymiz deymiz. Bu lahv, ya'ni mashg'ulot davri. Uchinchisi zinnat davri, ya'ni 25 yoshdan taxminan 35 yoshga qadar go'zal uy olaman, go'zal xotin olaman,
güzel mashina alaman deb zinnat izlaydigan bir davr. 4-chi bosqichi bo'lsa, va tafakhurun baynakum. Erishgan narsalarimiz bilan, xizmatlarimiz bilan faxr qilamiz. Men bundaq xizmatga erishdim, men bundaq pul topdim, men bundaq ayol oldim deganga o'xshagan o'zaro faxr qilish avj oldigan bir davr. Uningdan keyin, ya'ni oxirgi 5-chi bosqich bo'lsa, taxminan 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bu orliqimiz nima desa, pul, mol, farzandimizning ko'pligi bilan ko'z qilish davri. Mening mancha balam bo'ldi, mening mancha uyam bo'ldi, va yoki munda uyam bo'ldi deb ko'z qildigan bir bosqich. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali insonning hayoti mana shu 5 bosqichdan iborat deb xabar berdi. Va shundaqla bu oyatning yana bir ma'nosi qaysi desanglar, Alloh subhanahu va taolo ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu va lahu. Bilib qo'yinglar ey insonlar. Hayotning ma'nosini bilmayotgan ey insonlar bilib qo'yinglar. Hayot o'yin tomoshadan iborat deyish orqali ma hayoti dunyoning haqiqiy hayot emas, bir o'yin, bir drama maydoni ekanligini xabar beryapti. Masalan, qarab boqadigan bo'lsak hayotga ba'zi kishilar boy, ba'zi kishilar nomrod, ba'zi kishilar vatani uchun tirishayotgan, dini uchun tirishayotgan, ba'zi kishilar bexud yashayotgan, ba'zimiz ota, ba'zimiz ona, ba'zimiz bala. Hammamizning har xil shaklda elayotgan rollari bor. Drama mekan hayot, o'yin mekan, xuddi kishi vaqtimizda siz mehmondoshlik o'ynab boqqanmi? Birisi-birisining eri bo'ladi, birisi-birisining ayoli bo'ladi, birisi boy bo'ladi, birisi podshoh bo'ladi, birisi gaday bo'ladi, birisi chakar bo'ladi. Shunda o'yin o'ynaymiz-ku, ammo o'yin tugagandan keyin hammasi o'z holatiga qaytadi-ku. Dal shuning o'xshash ma hayoti dunyo o'yin tomosha. Birisimiz boy, birisimiz mujohid, birisimiz siyosiyun, birisimiz yozuvchi, birisimiz olim, birisimiz ziyoli. Ma hayatı dünyada hemmimiz ilayotgan bir rol. Amma o'lgandan keyin ma o'yin oxirlashadi. Boymi, gadaymi, olimmi, ziyolimi, oddiy fuqaromi hammasi barobar holatga kiradi. Olgan rolimizdan yenib chiqamiz. Alloh subhanahu va taolo ma oyat orqali mana mushu ma'noni tushuntiradi. Ma hayotda boy bo'lganlar sizlar pulni o'zingizlar topmadinglar. Faqat Alloh subhanahu va taolo sizlarga boylik berish orqali boyning rolini oldiryotdi. Ey yozuvchilar, ziyolilar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga ilm berish orqali ziyolilik rolini og'izyotydi. Ey da'vatchilar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga yo'llarni etish orqali da'vatdan iborat bu rolni og'izyotydi. Ey olimlar va shunga o'xshagan har xil sohada kishilar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga har xil imkonlarni berish orqali har xil rollarni og'izyotydi. Bu rolni joyida olinglar, ne'matga shukr qilinglar. O'lim orqali bu o'yinning hammasi oxirlashadi. Ondan keyin har birimiz olgan rolimizdan hisob beramiz. Shuning uchun ma hayotning bir o'yin tomosha ekanligi, hammamiz bir rol og'uvchi ekanligimiz, hammamiz bir imtihon ustida kishi ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali mana shu ikki xil ma'noga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo yana hayotni tushuntirib, misol bilan masalan biz baytni tushuntirdik ya, hayot bak tetiqsiz dedik. Qanday? Chunki bu xuddi hayot bir odam tug'ilib, tirishib, o'qib, pul tepib, eng oxirida hamda hayotning peyzini suraydigan vaqtda qanday qildi? O'lab qoladi. Bu hayat filmi chala qoladi. Demak, hayotni oxirat qo'shmagan vaqtimizda bu hayot filmi to'liq bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizning hayotni faqat mushu dunyodan iborat ko'rolmasligimiz uchun hayotning 5 bosqichini tushuntirib bo'lgandan keyin va shundaqla hayotning bir o'yin tomosha ekanligini tushuntirib bo'lgandan keyin buni misol bilan texim tushuntirib qo'ydi. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Bu hayoti dunyo shundaq bir misolga o'xshaydi-ki, dehqon yomg'irni mo'l yig'ib, ziroatlarini o'stagandan keyin xushal bo'ladi. Voy ziroatim ko'kledi, ziroatim mo'l bo'ldi deb xushal bo'ladi. Summa yahij, ondan keyin xushal bo'lgan vaqtida u ziroatlari qurib qoladi. Fatarahu musfarra. U ziroatlarninki sarg'ayganligini ko'radi. Summa yakunu hutama. Ondan keyin u ziroatlarini bo'ladi, cho'p bo'ladi. Mana hayot dunyoning misoli shu. Biz o'qidik, tirishdik, pul topdik deb xushal bo'lamiz. Xuddi dehqon ziroatim ko'kildi deb xushal bo'lganga o'xshash. Ondan keyin yoshimiz 40-50 yosh kirgandan keyin sarg'ayg'ila boshlaymiz. Ondan keyin o'lib ketamiz. Summa yakunu hutama. Cho'p bo'lamda ziroat insonmi so'ngak bo'ladi. Iskilit bo'ladi. Va fil axirati azabun shadid va mag'firatun minallohi va ridvan. Oxiratda qattiq azob bor va Allohdan mag'firat va rizvon bor. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hayat bundan ibaret emas. Hayat bilimining oxirisi bor. U bo'lsa-mu va fil axira oxiratda. O'lgandan keyin o'tadigan bir hayot bor. Bu hayat bilimining davomi oxiratda. Oxiratda ya qattiq azob bor, ya Allah subhanahu wa ta'aladan mag'firat va rizvon, ya'ni rozilik bor. Shuning uchun sizlar ma hayotni mushu hayotla iborat ko'rmanglar. Hayotda tirishinglar, yaxshi o'qinglar, ko'p pul topinglar. Ammo ana shu erishgan narsalarning hammasini oxirat hayoti uchun bir vosita qilinglarki, mushu dunyoga qapsilib qolmanglar. Mushu dunyo uchunlam kelganda his qilmanglar. Chunki hayotning texi oxirisi bor, davomi bor. Alloh subhanahu wa ta'ala sizga ma hayotni faqat mushu hayotni yashash uchunlam bermadi. Agar sizlar shunday o'ylasanglar, hayotning ma'nosini topolmaysizlar. Sizlar bu hayotni oxiratga vosita
qilsanglar, ondan keyin Alloh subhanahu va taoloninki mag'firatiga va roziligiga erishsizlar. Azabun shadid. Agar sizlar hayotni mushundan iborat deb, hayotning keyindagi davom bo'lgan oxirat hayotini inkor qilib, uningga ishonmay, uning uchun tirishmay, uning uchun badal to'lamay, uning uchun kuchinglarni, pulinglarni, zehninglarni, aqlinglarni sarf qilmay, mushu hayot dunyo uchun o'tib ketsanglar, azabun shadid. Qattiq azob bor. Demek Allah subhanahu wa taala hayatning ma'nosini aytib ro'shan deb berdi bu oyatda. Va shundaqla va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur. Hayatı dünya sizin aldaydigan, manfaatlaydigan narsalarga to'lgan. Hayatı dunyalik narsalardan manfaatlanamiz. Ammo bu sizni aldaydi. Qanday aldaydi? Hayotning hammasi mushundan iborat teklan tuyg'u keltirib aldaydi. Sizlar bunga aldanmanglar. Hayatı dünyadan faydalaninglar, ammo oldinib bu dunyoga petib qolmanglar. Topgan pulinglarning hammasini bu dunyoga ham sarf etib ketmanglar. Aqlinglarni, zehninglarni, ilminglarni faqat bu dunyo uchun ham sarf qilmanglar. Bu dunyo uchun sarf qilsanglarmi, uni oxiratga vasita qilinglar. Oxiratga ulanglar. Hargizmi hayatı dunyoga aldanmanglar. deydi Allah subhanahu wa ta'ala ayetinin mazmununda. Ayetinin devamında Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ka'ardis semai vel ard uiddet lillezine amanu billahi ve rusulih. Hayatı dünya silen ana şundaq aldaydı. Sila hayatı dünya üçünlan beslişip ahiretini unutup ketmenglar. Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum. Silani Rabbinglarning mağfiratiga erishtiradigan ve şundaqla apusiga nail qildigan amallarga aldıranglar. Hayatı dünya üçün besleşmey, ahiret hayatı üçün Rabbinglarning apusiga erishtiradigan ishlarni qilish üçün mush yo'lda musobaqa qilishinglar, beslishinglar deydi. Ben mundaq pul tapdım deb ko'z qilib emas. Ben Allah yo'lida mundaq pul xajladim, mundaq ish qildim. Oxirat hayoti uchun mundaq bir o'lmas ishni birini qildim. O'lgandan keyinmi buning menga savob yetidi deb ma ishda beslashinglar. Hayoti dunyosini aldab qo'ydi. Uningga aldinib u yerda qilib qolmanglar. Hayoti dunyo vaqtliq. Ana shundaq laibun, o'yin va shundaqla lahvun, mashg'ulot va shundaqla zinnat va shundaqla o'zaro faxr qilish va shundaqla mol dunyoni ko'paytirishdan iborat. Mush narsalarning hammasini oxiratga ulanglar. Oxirat uchun beslish uchun ishiltinglar. Hargizmi hayot dunyo uchun ishiltib oxiratdan mahrum qolmanglar. Va jannatin arduha ka'ardis sama va jannat uchun ishiltinglarki ana shundaq vaqtinglarni, umringlarni, pulinglarni va shundaqla ballaringlarni, mollaringlarni o jannatning kengligi osmonchilik. Val ardı zeminchilik. Allah subhanahu wa ta'ala cennetni sifatlashda bizning aqlimiz tushunadigan narsalar bilan bizga tushuntiryapti. Bizning aqlimiz yetmaydigan, bütün nefsi arzulumuz kanıdığan yer cennet. Allah subhanahu wa ta'ala o cennetin kengligi osmonchilik, zeminchilik. Bu cennet uiddet lillezine amanu billah. Allah'a ishongan kishilar uchun tayyorlandi. Ahiret günüge işengen kişiler üçün ve şundaqla ahiret günü üçün meblag sağan kişiler üçün, ahiret üçün bedel türügen kişiler üçün tayyorlandi. Ve Resulü ve Peygamber'e işengen kişiler üçün tayyorlandi. Ana şundaq cennet üçün beslişinglar, musabaqa qilishinglar. Zalika fadlullah yu'tihi men yasha. Ana şu Allah'ның fazli. Allah'ның mag'firatiga erishish, jannatga erishish Allah'ның fazli. Ya'ni jannatga kirgizadigan amallarga nail bo'lish, muyassar bo'lish, uningga nisb bo'lish bu Allah'ның fazli bu. Biz tirishimiz, ammo Allah subhanahu wa ta'ala uning qarta qalbimizni qizitmasa, bizga nisb qilmasa qilinmaymiz. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala bizni Allah'ның mag'firatiga erishtirgan bir amalga nisb qilgan bo'lsa, buning shukr deyishimiz kerak. Bu Allah'ның menga bergan fazli ekan deb qarashimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala buni eslatib, zalika fadlullah. Ya'ni sen yaxshi ish qilganliging, Alloh yo'lida pul xarjlaganliging Allah'ның fazli sana. Qalbingni qizitdi, qalbingni ochdi. Yu'tihi men yasha. Buni xoligan kishilarga beradi. Vallahu zul fazlil azim. Allah bo'lsa büyük fazilat egisi. Endi jannatga kirish yo'lida, Allohning mag'firatiga erishtiradigan amallarga erishish yo'lida tirishchilik ko'rsatamiz. Endi bu tirishchilik tüptüz yol mu, musibetsiz yol mu? Ondaq emas. Nurg'ulg'an musibetlarga uçuşumuz mumkin. Nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uçuşumuz mumkin. Nurg'ulg'an ziyonlarga uçuşumuz mumkin. Qanday qilamiz bu musibetlarga qarta? Uçuşgan ziyonlarga qarta qanday qilamiz? Ma asqaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ziminda yuz bergan har qanday bir hodisa va musibat. Ya tavrash olsun va shunga o'xshagan har qanday bir insonni ojiz keltiradigan musibetlar bo'lsin, wa la fi anfusikum va o'zingizlarda yuz bergan musibetlar bo'lsin. Kasal olsun, hodisa olsun va iqtisodiy ziyon bo'lsin va shundaqla bal bizni imtihon qilishi olsun, qandaq bir musibat bo'lsin, illa fi kitabin min qabli an nabraha. O musibatlar yuz berishdan ilgari Allah subhanahu wa ta'ala o musibatlarning yuz berganligini Lavhul Mahfuzda yozib qo'ygan. Demak, dunyoda bir musibat yuz bersin, biz bir ziyonga uchraylik, bir musibatga uchraylik, beshimizga bir balo kelsin, hargiz qaqshashib bo'lmaydi. Uni qilmasam bo'pti ekan, buni qilmasam bo'pti ekan, uni qilmagan bo'lsam bu ziyon menga kelmaydi demasligimiz kerak. Chunki o musibatlarning bizga kelishini, o musibatlar yuz berishdan ilgari Allah subhanahu wa ta'ala bizni imtihon qilish uchun Lavhul Mahfuzda yozib qo'ygan deydi.
Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizni Alloh yo'lida mangan vaqtimizda haqiqiy musulmon bo'lib menishimiz uchun beshimizga har qanday bir musibat kelsin, uningga taslim bo'lishga buyurdi. Chunki o musibatlar Lavhul Mahfuzda yozib bo'lgan. Biz insonchilikda deymiz, "Ashuni qilmagan bo'lsa, ashu yerga bormagan bo'lsa, mushuni qilmagan bo'lsam, oldirab qolmagan bo'lsam, sal qarmagan bo'lsam, bu ziyon bo'lmaydi. Bu musibat kelmaydi" deb o'ylaymiz. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo uni Lavhul Mahfuzga yozib bo'lgan bo'lsa, siz o'shuni qilmagan bo'lsangizmi, beshingizga keladi. Endi navbatda biz kelgan mas'uliyat nima? Uning qarta sabr qilish, taslim bo'lish. Mushu taslimiyat bilan bizning iymonimizning haqiqiy ekanligi o'tirg'i chiqadi. Inna zalika alallohi yasir. Bu Allohga oson. Ya'ni bütün ishlarni yozg'ini bo'yicha ijro qilish bu Allohga oson. Şuna meyl yaxshilik erishayli, meyl yomonlik erishayli, hammasi Lavhul Mahfuzda yozib bo'lag'liq. Faqat biz uni ijro qiluvchilar. Endi beshimiz kelgan musibat qarta uningdan savoq olmamdiq, dars olmamdiq. Albatta dars olamiz, albatta savoq olamiz. Ammo uningga qaqshab isyon qilib o'zimizni yo'qotib qo'ymaymiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo uni ana shunday yozgan, faqat biz o'sha yozgan taqdirni ijro qilibmiz. Alloh subhanahu va taolo bizning ustimizda ijro qilishni iroda qilibdi. Endi bizga tushkuni qanday qilish? Taslim bo'lish. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo beshimiz kelgan musibat bo'lsin yoki biz uchragan qiyinchilik bo'lsin, uni oldindan yozib qo'yganligini xabar beradi. Likayla ta'sav ala ma fatakum. Qo'limizdan chiqib ketgan narsalar uchun, beshimiz kelgan musibatlar uchun qayg'urmasligimiz uchun. Beşiğ musibet kelib qayg'urgan, g'amga patgan kishilar buni yezib bo'lgan Alloh subhanahu va taolo. Buning uchun g'am qayg'u qilmanglar. G'am qayg'u qilib, uni qilmasam bo'pti ekan, buni qilmasam bo'pti ekan desanglarmi? Alloh subhanahu va taolo uni yozgandan keyin chuqum o har turli shaklda beshinglarga keladi. Sizga tushkuni qanday qilish? Taslim bo'lish. Va la tafrahu bima atakum. Va shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki ziminda yuz beradigan har qanday ishninki Lavhul Mahfuzda yozganligini xabar berishi shuning uchunki sizlarga berilgan narsaga sizning xo'shilab, kuranglab ketmasliginglar uchun. Men unda qilganligim uchun bunda bo'ldi. Men tirishchan bo'lganligim uchun pul topdim. Men aqlli bo'lganligim uchun yuqori numr oldim deb kuranglab ketmasliginglar uchun Alloh subhanahu va taolo bundan xabar beryapti. Şuna meyli beşimizin musibat kelsin, meyli biz bir yaxshilik erishgan bo'layli, hammasi Lavhul Mahfuzda bizning beşimizga musibat kelishdan ilgari, biz o yaxshilik erishishdan ilgari yozib bo'lag'liq. Faqat Alloh subhanahu va taolo bizning ustimizda uni ijro qildi. Shuning uchun beshimizga musibat kelsa qanday qilamiz? Paq qayg'urib o'zimizni yo'qotib qo'ymaymiz. Bir yaxshilik ishgan bo'lsa, xushal bo'lib ko'ranglab ketmaymiz. Agar xushal bo'lib ko'ranglab ketsak, biz kim bo'lib qolamiz? Vallohu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Alloh subhanahu va taolo o'zini cho'ng tutquchilarni, mutakabbirlarni, hakavurlarni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni men o'z kuchim bilan erishdim, men tirishchanligim bilan erishdim, men nurg'un kitob o'qiganligim uchun bu yo'llarni topdim deb ko'rangliguchilarni, o'zini cho'ng tutquchilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydi. Endi bu ko'rangliguchilar qanday kishilar? Yana bularning qanday alomati bor? Yoki bu ko'ranglash, yoki o'zini cho'ng tutish, yoki erishgan ne'matlar qarta, men buning qarta o'zim erishdim deb qarab kishilardan qanday ishlar yuz beradi desanglar, allazina yabkhaluna va ya'muruna an-nasa bil bukhl. U cho'ng kishilar, u ko'ranglagan kishilar, bu ne'matlarga o'zim erishdim deb qaragan kishilar, ular bo'lsa bexillik qiladi. Ma Alloh yo'lida pul xarjlamaydi, millatni qutqizish yo'lida pul xarjlamaydi, islom yo'lida pul xarjlamaydi va ya'muruna an-nasa bil bukhl. O'zi pul xarjlamay turib va shundaqla boshqalarni pul xarjlashdan to'sadi. O men yetavalla, kimki Alloh yo'lida pul xarjlashni yuz o'riydi ekan, islomning taraqqiyoti uchun pul xarjlashni yuz o'riydi ekan, millatni zulmdan qutqizish uchun va shundaqla jaholatdan qutqizish uchun pul xarjlashning keyniga yaltiydi ekan, yuz o'riydi ekan, fa innalloha huval g'aniyyul hamid. Alloh subhanahu va taolo hammadin bihajat. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo madhiyaga loyiq. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning sizning pulingizga, mening ilmimga, yana birisning aqliga ehtiyoji yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo taqdirida hammani yozib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo sizga pul berish orqali boyning rolini og'izib, sizga aql berish orqali olimning, ziyolining va yoki da'vatchining rolini og'izdi. Mushuning hammasini sizni imtihon qilish uchun berdi. Ma bandam boyning rolini yaxshi olamdi. Ma bandam ziyolining rolini yaxshi olamdi. Ma bandam ma aqlni ishlatib o'quvchining rolini yaxshi olamdi deb imtihon qilib berdi. Agar siz Alloh subhanahu va taolo bergan mush ne'matlarga bexillik qilsangiz, Alloh yo'lida ishlatishni yuz o'rsangiz, fa innalloha g'aniyyun hamid. Alloh undan bihajat. Alloh subhanahu va taolo madhiga loyiq. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo ma hayoti dunyoda bizning lam bo'lmaganligimizni, bizning ilgari bizning boy kishilarning kelganligini, bizning aqlli kishilarning kelganligini, bizning yaram kishilarning kelganligini xabar berib, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Biz nurg'un payg'ambarlarni hujjat bilan, mo'jiza bilan avatdik biz. Ya'ni sizlarning ilgari nurg'un kishilar kelgan, ularga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Va anzalna ma'ahumul kitab. Ular bilan birga kitobni tushirdik, val mizan va shariatni tushirdik, qonunni tushirdik. Liyaquman nasu bil qist. Ya'ni sizlarning ilgari biz nurg'un payg'ambarlarni mo'jizalar bilan, kitoblar bilan, shariatlar bilan tushirdik, kishilarning orasida adolatni barpo qilsin deb. Va anzalna al hadida fihi ba'sun shadid. Va biz tumirni tushirdik. Uningda bir kuch-quvvat bor.
Tümürden qoqmanglar, tümürden qaçmanglar. Ve menafi'u linnas. O tümürde kişiler üçün menfaat var. Ve liya'lamallahu men yansuruhu ve rusuluhu bil gayb. Allah subhanahu wa ta'ala o tümür nima üçün çürüdü? O kitap nima üçün çürüdü? Özünün peygamberiga Allah'ını kömeytirip kim yerden beradi? Din yolida kim fidokorlik qiladi? Ahiret üçün kim mablag' saladi? Buni ayirish üçün mana shundaq kitobni, tümürni tushirdi Allah subhanahu wa ta'ala. Innalloha qaviyyun aziz. Shubhisizki Allah subhanahu wa ta'ala kuchlidir va g'olibdir. Ya'ni sizlardan ilgari o'tgan ummatlarga mana shundaq ahvollar bo'lgan. Ularga mana shundaq imtihonlar kelgan. Ularni mana shundaq ishlar biz taklif qilgan. Nima uchun? Kim Allah'a ve Allah'ın peygamberiga Allah'ın kömeği turup yerden bir odu, muşunu ayırış üçün deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Ve şundaqla, nima etdi bizga mu? Mahiyatning bir imtihan ekanligidan bu orqali bizga ishorat qiladi. Ve şundaqla Allah subhanahu wa ta'ala u nurg'un payg'ambarlarninki beshidan ve oxirisidan bizga xabar berib, "Va laqad arsalna Nuha ve İbrahima." Ya'ni biz o payg'ambarlarninki beshida Nuhni ve İbrahimni payg'ambar qilib, elchi qilib avatdik. "Va ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwata vel kitab." U ikkisining avlodida payg'ambarlikni qildik ve ularda kitobni qildik. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'alaning yo'lga boshlaydigan, to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni qildik. Faminhum muhtad. Ularning ichidan to'g'ri yo'lda manganlar bo'ldi. Va kathirun minhum fasiqun. Ularning ko'pinchisi fosiq. Yani köp sallık kişiler doğru yolda mağmedi deydi. Bu arkalık Allah subhanahu wa ta'ala bizga deydi bilemizler. Ma yolunu ikkilanayotgan kişiler, yoldan ikkilanayotgan musulmonlar, Uyg'ur musulmonlari köp sallık kişilerinki bu haqiqatni tushunmaydiganlik aniq. Köp sallık kişilerinki islom yo'lida mağmaydiganlik aniq. Köp sallık kişilerinki oxirat uchun tirishmay, shu dunyo uchun ham mağadiganlik aniq. Nuhning, İbrahimning avlodida mushundaq bo'lgan. Sizlardimi mushundaq bo'ladi. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم. Ondan kim biz yani en evvelde Nuh'ni, İbrahim'ni peygamber evetip to'xtab qolmadik. Arqa peygamber evetdik. Ondan kim biz mesela peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan ilgari kimni evetdi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala bu ayet xabar berib, ularning izi bo'yicha ulardan kim biz bizning payg'ambarlarimizni evetdik va shundaqla İsa ibn Maryamni evetdik. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan ilgari kimni evetgan? İsa aleyhisselamni evetgan. Va ataynahul injil. Uningga biz injilni berdik va ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan va rahma. Uningga agash kişilerin kalbide bir şefqatni, mehribonlikni qildik. Va rahbaniyatni ibtada'uha. Ular bo'lsa bir rahiblikni ijod qildi, paydo qildi. Ya'ni ayrilib tag'da yashaydigan mushundaq bir rahiblikni ular paydo qildi. Ma katabnaha alayhim. Biz ularga uni farz qilmagan to'q. Ular unda qilinglar demagan to'q. Ular uni illa ibtigha'i ridvanillah. Allohning roziligini ko'zlab qildi. Fama ra'awha haqq ri'ayatiha. Amma ular unga haqiqiy ravishda rioya qilmadi. Fa'ataynallazina amanu minhum ajrahum. Ularning ichidan, ya'ni İsa ibn Maryamga Allohga ishongan kishilarningki ajrini ba'duq va kathirun minhum fasiqun. Ularning ko'pinchisi fosiq edi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet arqali Nuh aleyhisselamdan tatib bizning payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselamdan ilgari avatilgan İsa'ning ergashuvchilari bo'lsin. Bularning ko'p sonliqi to'g'ri yo'lda ma'mur. Dal shuningga o'xshash ey Muhammadning ummati, Muhammadni payg'ambarim deb ishongan kishilar, Uyg'urlar ko'p sonliq kishilar to'g'ri yo'lda ma'maydi. Buning qarab asla va asla shukrlashmanglar. Oz bo'lsanglarmi, sizlar to'g'ri yo'l ustida. Bu ilgari payg'ambarlarningki ergashuvchilarining ichidan bo'lgan, ya'ni ularning ichidan bu ko'p sonliq qanday qilgan, ergashmagan, fosiqdi, taqvo emasdi. Shuning uchun sizlarning ichingizda shundaq bo'ladi. Buning qarab hargizmi şükürleşmenler deganga ishorat qildi Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat orqali. Va shundaqla Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatning davomida ya ayyuhallazina amanu ey Allohga ishongan kishilar, Allohga ishongan Uyg'ur musulmonlari ittaqulloh Allah'tan qo'rqinglar. Saninglar az bo'lsa-mu, ko'p sonliq kishilar Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa-mu, saninglar az bo'lsa-mu Allohdan qo'rqinglar va aminu bi rasulihi. Allohning payg'ambariga ishoninglar. Hadislarga amal qilinglar. Yu'tikum kiflayni min rahmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining rahmatidan savobidan sizlarga ikki hissa beradi. Va yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga nur beradi. O nur orqali pilsirat ko'rikdan o'tsizlar. Ya'ni sizlar pilsirat ko'rikdan o'tadigan nur beradi. Qiyomat kuni nur bo'ladigan nur beradi Allah subhanahu wa ta'ala. Va yaghfir lakum va Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning gunohinglarni afv qiladi. Vallohu g'afurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nihoyat kechirimchan va mehribon zotdir deydi. Bugün o'qigan oyatlarda Allah subhanahu wa ta'ala bizga hayotning ma'nosidan xabar berdi. Va shundaqla hayotningki davomidan, ya'ni oxirat hayotidan xabar berdi. Va shundaqla oxirat hayotida Allohning azobi bor ekanligi va shundaqla Allah subhanahu wa ta'alaning mag'firati bor ekanligi. Kimki ma hayoti dunyosini oxirat uchun bir vosita qilib ishlatsa, Allohning roziligiga erishadiganligi, aksicha hayotni faqat mushu dunyodan deb iborat ko'rib olib, oxirat hayoti uchun bir ish qilmasa va unga ishonmasa, Allohning azobi qoldiganligini xabar berdi. Va shundaqla bu yo'lda har xil musibatlar keldiganligi, u musibatlar qarshilmasligi, chunki u musibatlarning hammasi va shundaqla dunyoda yuz bergan har qanday ishlarninki Lavhul Mahfuzda allburun yozilib bo'lganligidan xabar berish orqali bizning qalbimizga Alloh subhanahu wa ta'ala xotirjamlik ato qildi. Va shundaqla Alloh subhanahu wa ta'ala mohiyatda Alloh subhanahu wa ta'ala bizga qanday bir ne'mat bergan bo'lsa, uning qarta ko'ranglamaslik, axir qilmaslik, aksicha u ne'matni Alloh yo'lida ishlatishga buyurdi Alloh subhanahu wa ta'ala. Kimki o'zga berilgan ne'matni mayli aql olsun, mayli ilm bo'lsin, mayli pul olsun, Alloh yo'lida ishlatmaydi ekan, uning bir bexil ekanligi, cho'ngchi ekanligi, akavur ekanligidan xabar berdi.
Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo ma hayotda faqat bizning lam yashamaganligimiz, ma hayotning ömrüning uzun ekanligi, bizni ilgari nurg'ulg'an payg'ambar kelganligi, tunjulab Nuh alayhisolamninki, oxirida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan ilgari Isa alayhisolamning kelganligi. Ammo bularning ichida hammasida ko'p sonli kishilarningki to'g'ri yo'lda bo'lmaganligi, ko'p sonli kishilarningki ma hayotning ma'nosini tushunmaganligi, fosiqlashganligi, zolimlashganligidan Alloh subhanahu va taolo bizga xabar berish orqali ey Uyg'ur musulmonlari, osonlik bo'lib qolsanglarmi, Allohga ishongan kishilar oz bo'lib qolsinmi, kishining hammasi mushu dunyoning markaz qilib yashayotgan bo'lsinmi, sizlar oxiratni ko'zlab yashagan kishilarning soninglar oz bo'lsinmi, hargiz ikkilanmanglar degan ishorat qilish orqali Alloh subhanahu va taolo ilgirki payg'ambarlardan tortib ta Isa alayhisolamgacha bo'lgan payg'ambarlarning hayotidan qisqacha bizga xabar berdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu oyatlarni tushunib amal qilishni nasib qilsin. Va shundaqla bugun kunimizdagi o'xshash kishilarning ko'pinchisi hayotning ma'nosini unutib va yoki topolmay va yoki ezib ketib, oxirat hayotini unutib faqat mushu dunyoning markaz qilib yashayotgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo bizni hayotning ma'nosini haqiqiy ravishda bilgan, oxiratga ishongan, oxirat uchun tirishchilik ko'rsatgan ana shu oz kishilarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.